Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga xolodilniklarimizni ko'rsataman. I see dead people. Look that on that beat. Go. Bizda xolodilniklar 50 litrdan boshlab 347 litrgacha turlari bor. Ushbu xolodilniklarimiz mehmonxonalar uchun juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Ko'rishinglar mumkin. Bu 50 litrligi bo'ladi. Buni darajada muzxonalari ham bor. Pastdagi bo'lsa, dizayni oynali bo'ladi. Bunisi 90 litrlik xolodilnikimiz hisoblanadi. Ushbu xolodilnikimiz bo'lsa, kichkina oilalar uchun juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Ancha kompaktli. Buni muzxonasi tepada, xolodilniki pastda bo'ladi. Ichlari juda ham keng bo'ladi. Hajmi 210 litr bo'ladi. Bu xolodilnikimiz o'rtacha kattalikdagi oilalar uchun hisoblanadi. Bo'yi 1.85 bo'ladi. Ichlarini ko'rishinglar mumkin. Defrost sistemadan uzatadi. Malazikalarni ko'rishinglar mumkin. Bu ham ancha keng hisoblanadi. Eng yaxshi variantlardan bittasi hisoblanadi. Nofrost xolodilnik so'raganlar uchun ushbu xolodilniklarimiz hammasi nofrost bo'ladi. Ichlarini ko'rishinglar mumkin. Ichlari ancha keng, hajmi 347 litr bo'ladi. Elektr tejamkorligi A+, ofitsialni nofrost sistemada ishlaydi. Undan tashqari sensorli displaylari bor. Ichkaridagi haroratni bemalol boshqarib tursanglar bo'ladi. Buni har xil rasyotkasi bor. Eng ko'p sotilayotgani bizda oynalik hisoblanadi. Buni uyingizga qo'ysangiz, daryo sizga oyna ham kerak bo'lmaydi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga telefon qilinglar yoki direct plus yozib qoldiringlar. Biz o'zimiz sizlarga narxlarni jo'natamiz. Salomat bo'linglar.